Aka yo'lda ketishayotganda sensordan boshqarish qiyin bo'ladi. Qanaqa qulaylik bor? Sensorda boshqarish shart emas, голосовой помощники bor, ya'ni Hi BYD. Закрой окна. Bo'ldi. Bemalol boshqarib ketishaveradi. Luklar ochish. Luklar, konditsioner, telefon kelib qolsa telefonni ko'tar, telefonni qo'yib qo'y, muzikani ovozini balandlatgan, pastlatgan degan komanda hammasi bo'ladi bunda. Keyin aytdingiz, uydan chiqishdan oldin telefonga ustanovka programma qilib olsa, konditsioner hamma yoqda boshqarsa bo'ladi. Ya'ni telefon orqali ham pechkasini yoqib o'chirib, mashinani o'zini yoqib o'chirsiz bo'ladi. Polniy xarakteristikasini chiqarib berib turadi. Mashinada qancha yoqilg'i qoldi, qancha tok zaradi qoldi yoki zaradga turgan bo'lsa qanchada to'ladi, hammasini ko'rsatib turadi. Давление shinalarini ham ko'rsatib turadi. GPS navigatsiyalari ham bor. To'g'risi joyimiz kichkinalik qildi do'stlar. O'zi buni katta yo'lga olib chiqib bossalaring bemalol chiqadi. Mashina yurib turgani ham bilinmayapti. Rolga aytadigan bo'lsak, rol juda ham yengil, elektronli, qaranglar. 22.300 dollar plyus bor. O'zbekistonda qanaqa mashina xarid qilsam bo'ladi? Olganga yarasha komfort mashina. Misol 10X olsangiz bo'ladi, Malibu olsangiz bo'ladi, Monza olsangiz bo'ladi. Sizlarga bugun tavsiya qiladiganimiz BYD Chazor bo'ladi. O'zbekistonda juda ko'p sotilgan, biz aytgan hozirgi mashinalardan juda ko'p aqlli funksiyalari ko'proq bo'ladi. Akamizdan ma'lumotlar olib o'tganmiz. Biz Dohlis avtosaloniga yetib kelganmiz, BYD avtosaloniga. Bir boshdan sizlarga qanaqa qulayliklari bor, Malibudan 10Xdan qanaqa ustunlik tomonlari bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Uning uchun bittadan like, obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Obuna bo'lsalaring, shunda yana ko'proq videolar sizlarga harakat qilib chiqarib boramiz. Akamiz o'zlaridan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka, tinchsiz? Hozir bu nechinchi pozitsiyasi aka? BYD Chazorning ikkinchi pozitsiyasi. O'zida to'rtta pozitsiya bo'ladi, nalishda. Bizda hozir avtosalonimizda 1 va 2 pozitsiyalar mavjud. 3 bilan 4lari shartnoma orqali keladi. Ha, demak zakaz qilinsa kelaveradi. Zakaz qilinsa keladi, xudo xolasa. Aka, eng qizig'i O'zbekiston sharoitida ko'pchiligi yaxshi yoqadigan tomoni necha kilometr yurib beradi? Polniy bak. Polniy baki bilan 1245 kilometr yo'l bosadi. Ya'ni 100 ga 308 litr расход benzini. Bular endi birinchi va ikkinchi pozitsiyalar tok tozda 55 kilometr yuradi, 3 bilan 4 pozitsiyalari 120 kilometr tok tozda yuradi. Uyda bemalol zapravka qilish. Albatta, 220 dan o'zini zaratchilar beriladi. 220 dan suqib, bemalol telefon zaratga qilgandek zaratga qilaveradi. Xo'p, necha pul atrofida to'ldirsa bo'ladi aka uyda? Uy sharoitida taxminan 15 ming so'mga tushadi. 15 ming so'm. 15 ming so'mga. Zapravkada sovuqda turib, kofe ichadigan bo'lsangiz, kofeda puliga bemalol uyda zaryad qilib, ishingizni bitirib kelsangiz bo'laveradi. Eng yaxshi tomoni oilaviyga yaxshi ekan, uzoq yo'llarga yumshaqqina sidinalari ham qushaqlaydi va yotgan holatda ekan. Shularga ham e'tibor berasizlar. Aka, garantiyasidan chiqaylik, qanaqa garantiya beramiz? Avtomobilda o'ziga, hadovoy qismlariga, elektronikalariga 6 yil beriladi. 6 yil. Akkumulyatoriga 8 yil beriladi va elektromotoriga 8 yil beriladi. 250 ming probeggacha. Qaysi biri birinchi kelib qolsa? Xo'p, endi yo metan yo propan o'rnatsa-chi? Metan yoki propan o'rnatsa, unda garantiyadan to'liq chiqib ketib qoladi. Shuning uchun tavsiya qilmaymiz hali beri propan metan o'rnatishni. O'zi shuning uchun benzin rasudi kamligiga kerak ham bo'lmaydi. Kerak bo'lmaydi. Iloji boricha benzinni necha nimasini quysan aka? 92 mi, misol uchun 95 mi? O'zi atmosferniy motor, 1.5 atmosferni, endi ko'pchilik 1.5 atmosferni ekan 80 quysa ham bo'ladi deydi. Iloji boricha 92-95 quyinglar. O'zi rasxod oz. O'zi oz, shunaqa. Xo'p, aka 100 ga necha sekundda chiqadi? 100 ga 7-3 sekundda razgon oladi. Chiqaveradi. Yaxshi ekanda, o'zi mashina dizaynini ko'ryapsizlar, havo kesishga hamma tomonlama zo'r. Bu uzunligi qanaqa endi aka, mashina kattaligi? Uzunligi aka 2,5 metr bo'ladi, uzunasiga. Xo'p, eniga aka 1,5 metr. Xo'p, Malibudan kattaroqmi, kichikroqmi? Malibudan deyarli teng desa bo'laveradi. Teng desa bo'laveradi, lekin qulayliklar ko'proq. Katta. Xo'p, aka, mana oldi qismlardan keladigan bo'lsak, 360 kamerasi bor. Bor. Ikkinchi pozitsiyadan tortib 360 kamerasi, lyuklari bo'ladi. Xo'p, faralarni ham ko'ryapsizlar, noodatiy faralar, o'ta chiroyli, yorqin ko'rinadi. Xo'p, bu tomonlarni ham ko'rsalaring bo'ladi. Tumanliklarni qatga qo'yilgan aka? Tumanliklari o'zida bo'lmaydi. Istasa chetga qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'laveradi. Bizda o'zimizda. Bundan tashqari, bular nima vazifa bajaradi aka? Partronik datchiklari oldida ham, orqada ham bo'ladi, ikkidan boshlab. Birda oldida bo'lmaydi, orqasida bo'ladi. Bu sensor datchik, ya'ni avtomobilga yaqinlashganingizda signal beradi. Ogohlantirish signal beradi. Xo'p, endi ballonlarimiz, diskalarimiz qanaqa? 16 razmerda bo'ladi.
1 bilan 2 pozitsiyamiz, 3 bilan 4 pozitsiyamiz 17 razmerda bo'ladi. Aha. Yumshoq balon hisoblanadi. Yumshoq balon. Aha. Xo'p, aytishingiz bo'yicha mashinada yana qo'shimcha bonus narsalar beriladi deysiz. Nima narsalar beriladi? Xudo xolasa kelsalar, hech kim xafa qilib chiqarmaganmiz avtosalondan. O'zini komplektatsiyasida biz to'liq zaryadchiklarini beramiz. 1.8 kilovatlikdan 7 kilovatligacha beriladi. Bundan tashqari yangi Bosch firmasidan dvorniklar qo'shib beriladi, polik, brizgaviklar beriladi. Xo'p, undan tashqari to'liq kalitlari beriladi. Undan tashqari mashinamiz bizda ruscha va o'zbekchaga o'girilgan, ya'ni biz rasmiy dilerimiz. Mashinada ruscha va o'zbekcha o'sha o'girilgan tillari. Ha, demak bemalol siz boshqa qilingan. Shunaqa. Ovozli nimasi assistenti ham bo'ladi, ya'ni yo'lda chaqirib, knopkalar istab o'tirmaydi, просто голосовой помощникini chaqirib. orqali ham boshqa. Shunday, Alisa desa bo'laveradi. Bu BYD faqat. Xo'p, aka qarang, men obunachilarim kelsa, sizga uchrashsa, xudo xolasa obunachilarni xafa qilmasdan xursand qilib chiqarasiz. Albatta. Narx tomonlamani, qulaylik tomonlamani Albatta. chiroyli qilib. Xo'p, endi mana bokovoylarni ham ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatda faraladi, zo'r qilib qo'yishgan. Xo'p, endi shopir tomonidan bir qator kiramiz. Siz bu tomondan o'tiraverasiz aka. Xo'p, luki ham bor. Luki bor, ikkidan boshlab bo'ladi. Xo'p, beskuluchovoy dastur bor do'stlar, ochgan bemalol. Mana ichkariga kirishda yumshoq koja. Mana do'stlar. Do'stlar, ichki salonni endi zo'r qilib tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu yerda ham monitor bor, bu yerda ham aka. Xuddi shunday. Aha, ikkita monitor Sifrovoy bor. tablo bo'ladi. Yangi уже rivojlanyapti bizning davlatimiz. Shunga qarab, zamonga qarab To'g'ri. Tabloda o'zgartirsak bo'ladimi bir boshqacha menyularga? Bo'ladi. Qayerdan o'zgartiramiz aka, bir ko'rsatib bersangiz. Xo'p, mana boshqacha qilib o'zgartirsa ham bo'ladi. Ko'rinishlar mana. Har xil tabloga qo'yib olsa bo'laveradi. Bu adashmasam zaryadda yuradigan foiz zaryadi. Bu benzinniki aka. Shunday. Bu tokda qancha zaryad qolganini ko'rsatib o'tadi va benzinda qancha yo'l bosib o'tishingizni ko'rsatadi. Multirollarimizda qanaqa qulayliklarimiz bor? Multirulda 360 kamerani sразу dostupi bor. Siz bittada kiradi 360 kameraga. Mashinani albatta 7 xil rakursdan ko'rsangiz bo'ladi. Yonidan, orqadan, shiroki obzor qilib ham ko'rsangiz bo'ladi oldi orqani va yonini ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari mashinaning tagida nima bor, uni ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni tagiga chiroq beradi. Chuqur yoki birorta butonkalar o'rtaga olib o'tib ketaverasiz bemalol. Yaxshi ekan. Xo'p, undan tashqari bir tomonda-chi aka, misol shaybali, skors. Shaybali skors bo'ladi, parkovkasi bor va ruchnoyi bor. Parkovka urganingizda skordan yechib turib qo'yiladi ruchnoyi. Ruchnoyda o'zini tortadigan bo'lsa, skor holatida qolgan bo'lsa, skorda qolib ketadi. Shu avto holdi bor, ya'ni qizilda to'xtaganingizda o'rningizga tormozni bosib turadi avtomobil. O'chib turadi, ya'ni gaz ezgansiz yurib ketaveradi. Xo'p, undan tashqari mashinani xohlasangiz benzinga, xohlasangiz tokka o'tkazadigan knopkasi bor. Ya'ni siz istaganingizda yursangiz bo'ladi. Xohlasangiz tokkda, xohlasangiz benzinda. Agar tokkingiz qolmagan bo'lsa, avtomatik benzinga o'tib oladi o'zi. Tog'li hududlarga. Tog'li, sirpanchiq, loyiha yo'llarda yurish uchun o'zining alohida rejimi bor. Bu funksiyalarimiz-chi? Undan tashqari o'zida 3 ta rejim bo'ladi, ya'ni shu tabloda ko'rinadi hozir. Xo'p, sport, normal, eko rejimlari bo'ladi. 3 xil bo'lar ekan aka. Albatta. Istaganini qo'yib haydasa bo'laveradi. Hozir O'zbekistonda eng ko'p sotilayotgan mashinalardan biri, to'g'rimi? Juda ko'pchilikga ma'qul kelyapti. Xo'p, luklari ham bor. Misol o'rta holatda katta kichikliklari mana ko'rsalar ham bo'ladi. Mana hamma qulayliklari bor do'stlar. Yaxshi. Xo'p, endi biz orqa salonni ham bitta ko'rsatamiz. Bemalol shu orqada o'tiradiganlarga qanaqa qulaylik bo'ladi. Do'stlar, mana orqa salonga o'tirganimizda qulayliklari, uzoq yo'lga ketayotganingizda sidina tikka holat emas, ichi yotganroq holatda bo'ladi. Bu oilaviy dam olgani borganlarga qulaylik beradi. Sidinalarimiz koja holatda. Bu yerda bemalol zaryadga qo'ysalar ham bo'ladi, pechkalari bor. Bundan tashqari svetlarimiz ham bor. Kelgan mana bari bor. Bemalol stakanchilar qo'yib, choy-poy ichib ketsalar ham bo'lar ekan. Endi biz orqa bagajda ham bitta ko'rsatib o'tamiz. O'zlaring baho berasizlar, mono qoshlariga e'tibor berasizlar. Bu kech payt sizlarga yurganlaringda yordam beradi. Chiroqlar juda ham chiroyli holatda. Xo'p, endi mana orqa qismini ochamiz. Hajmini ko'ramiz, katta kichikligini. Xo'p, aka aytganimizdek zaryadchilar beriladi. Beriladi. Aha. Yana nima bor zapaskalarimizda? Xo'p, aytganimdek, bularda zapaska balon bo'lmaydi. Nasosi beriladi, nasosini olib qo'yishibdi, shetib turadi va kley beriladi. Kley beriladi. Bu kleyni nasosga ulab turadi, shuni damlaysiz, teshigini o'zi yamab oladi. Ha, demak, shunaqa funksiyalari bor. Albatta. Zo'r.
Xo'p, endi aka keyingi qolgan mashinalarimiz nech puldan boshlanadi? Shuni aytib qo'ying. Birinchi pozitsiyasidan Birinchi 4gacha. pozitsiyasi 274 million so'm bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasi 288 million 100 ming so'm. Uchinchi pozitsiyasi 302 million 300 ming so'm va to'rtinchi pozitsiyasi 315 million 200 ming so'm. Xo'p, do'stlar, bu narxlarga zo'r deb o'ylayman. Misol hozir Xitoy butun dunyoda egallaydi bu ketishda. 90 ming dollarlik mashinada bor komfortni 20 ming dollarlik mashinaga joylashtirib qo'yishyapti. Bu narx tomonlama, hamma tomonlama bizning xalqimizga ham yoqyapti. Sizlarga shu videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, obuna bo'lib, do'stlaringga ulashib qo'yinglar. Mashina olaman deganlarga akamizga kattakon rahmat deymiz. Erinmay ma'lumot berganlarga aka bitta manzilni aytib qo'ysangiz, kelsa sizga uchrashaveradi. Manzilimiz Farg'ona shahrida joylashgan. Farg'ona ko'chasi 6-uy. Hamma bilsa kerak, joydan chorrahasi Polvon Shashli desa hamma biladi.